O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida. Assalomu alaykum. Mudofaa.uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Bugun dasturimizda O'zbekistonlik harbiy sportchilar qo'l jangi musobaqasida dunyo yetakchisiga aylandi. Diplomatiya akademiyasida navbatdagi bitiruv tadbiri bo'lib o'tdi. Said Ahmad xotirasi ehtirom bilan yod etildi. Chaqmoq trening bolalarni jismonan tobladi. Nukusda harbiylar o'rtasida zakovat bellashuvi bo'lib o'tdi. Eng ilg'or harbiy psixolog tanlovining dastlabki bosqichlari bo'lib o'tdi. Sharqiy harbiy okrugda karate WKF qo'l jangi bo'yicha chempionat yakunlandi. Nukusda harbiylar uchun ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Urganchda Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyining ilk qaldirg'ochlari katta hayotga kuzatildi. Turkiyaning Bursa shahrida erkaklar va ayollar o'rtasida qo'l jangi bo'yicha 8-jahon chempionati hamda Gretsiyaning Lutraki shahrida 8-Butunjahon sport o'yinlari 2025 musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda harbiy xizmatchilardan iborat O'zbekiston terma jamoasi umumjamoa hisobida 8 ta oltin, 3 ta kumush, 3 ta bronza medal olib, faxriy birinchi o'rinni egalladi. Quvonarlisi, mazkur musobaqalarda Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi, oddiy askar Mahliyo Habibullayeva 64 kg vazn toifasida oltin, oddiy askar Bahrom Olimjonov 70 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritdi. Musobaqa g'oliblari Toshkent xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi va sport vazirligida qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar mutasaddi rahbarlari ishtirokida sportchilarning erishgan yutuqlari e'tirof etilib, munosib rag'batlantirildi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti huzuridagi Diplomatiya akademiyasida rahbar lavozimidagi istiqbolli harbiy xizmatchilar malaka oshirish kurslarini muvaffaqiyatli yakunladi. Tadbir doirasida ularga maxsus sertifikatlar topshirildi. Malaka kursi davomida ofitserlar xalqaro huquq, harbiy diplomatiya, muzokara olib borish san'ati, diplomat protokoli va notiqlik kabi yo'nalishlarda chuqur bilimga ega bo'lishdi. Mashg'ulotlar zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilib, tinglovchilarning tahliliy va kreativ fikrlash salohiyatini oshirishga xizmat qildi. O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni Said Ahmad tavalludining 105 yilligi munosabati bilan Said Ahmad ijodi yosh harbiy xizmatchilar nigohida mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir Adiblar xiyobonida yozuvchi va uning rafiqasi shoira Saida Zunnunova haykali poyiga gul qo'yish marosimi bilan boshlandi va unda adibning qizi Nodira Husanxo'jayeva ota-onasi haqidagi iliq xotiralar bilan o'rtoqlashdi. So'ngra tadbir Adabiyot muzeyida davom ettirilib, yoshlar Said Ahmadning hayoti, ijodi va asarlarida aks etgan vatanparvarlik g'oyalari bilan yaqindan tanishdilar. Ohangaron tumani hamda Quvasoy shahrida Dolzarb 90 kun doirasida chaqmoq trening harbiy sport musobaqalari tashkil etildi. Musobaqa yosh avlod qalbiga vatan tuyg'usini singdirish, ularni jasorat, bardoshlilik va do'stlik ruhida tarbiyalashga xizmat qildi. Ishtirokchilar chang'ida harakatlanish, to'siqlardan o'tish, merganlik mashqi kabi sinovlarda qatnashib, jismoniy va aqliy salohiyatlarini namoyon etishdi. Sirli topshiriq bosqichida esa bolalar muammolarni jamoaviy hal qilish, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuvda o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Musobaqa yakunida g'olib jamoalar tantanali tarzda taqdirlandi. Nukus shahrida kuch tuzilmalari o'rtasida Brain Ring intellektual zakovat o'yini o'tkazildi. Tadbirda Mudofaa, Ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa kuch tuzilmalarining bilimdon harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. Intellektual o'yin davomida ishtirokchilar tarix, zamonaviy texnologiyalar va dunyoqarashga oid savollarga javob berib, o'z bilim va salohiyatlarini namoyon etdilar. G'oliblar Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'mondonligi hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan taqdirlandi. Toshkent harbiy okrugining Chirchiq garnizonida joylashgan harbiy qismlarda yoshlar oyligi doirasida ma'rifat karvoni hamda yoshlar bebaho xazinamiz, kuch-qudratimiz mavzularida madaniy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Mudofaa vazirligi jamoatchilik kengashi a'zolari, taniqli ijodkorlar, yozuvchilar va san'atkorlar, qurolli kuchlar faxriylari ishtirok etib, yurtimizda yoshlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar va undan oqilona foydalanish borasida o'z tavsiyalarini berishdi. Ona vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar va sahna chiqishlari bilan harbiylarga ruhiy ko'tarinkilik baxsh etdi. Hafta davomida Mudofaa vazirligi qo'shinlarida eng ilg'or harbiy psixolog tanlovining okrug va qo'mondonlik bosqichlari yuqori saviyada o'tkazildi.
Tanlov harbiy psixologlarning bilim va tajribasini sinovdan o'tkazish, ilg'or yondashuvlarni ommalashtirish va sog'lom raqobat muhitini mustahkamlashga qaratildi. Ishtirokchilar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham namoyon etishdi. Tajribali mutaxassislar hay'ati tomonidan baholangan natijalarga ko'ra, Mudofaa vazirligi miqyosidagi bosqichida ishtirok etuvchi nomzodlar aniqlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ommaviy sayyor qabul bo'lib o'tdi. Qabul davomida xizmat joyini o'zgartirish, turar joy va boshqa ijtimoiy masalalarga oid murojaatlar ko'rib chiqildi. Kelib tushgan 50 dan ortiq murojaatning 10 tasi joyida hal etildi, 8 tasiga huquqiy maslahat berildi. Qolgan murojaatlar esa tegishli tashkilotlarga yo'naltirilib, nazoratga olindi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida karate WKF qo'l jangi yo'nalishida chempionat o'tkazildi. Unda okrug tarkibidagi harbiy qismlarning jamoalari o'zaro kuch sinashdi. Musobaqa harbiy xizmatchilarning jismoniy va ruhiy tayyorgarligi, fidoyilik va jangovar ruhiyatini namoyon etdi. Baholash jarayonida ishtirokchilarning texnikasi va taktik yondashuvlariga e'tibor qaratildi. Chempionat yakunida har bir vazn toifasida g'oliblar aniqlanib, diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Umumjamoa hisobida birinchi o'rin Farg'ona garnizon jamoasiga nasib etdi. Xorazm viloyatining Urganch shahrida Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyining ilk bitiruvchilari katta hayotga kuzatildi va ularga tantanali ravishda diplom hamda ko'krak nishonlari topshirildi. Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmuasida o'tgan tantanada Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni, Xorazm viloyati hokimligi rahbariyati, nuroniylar, qurolli kuchlar faxriylari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, harbiy xizmatchilar, o'quvchilar va ularning yaqinlari ishtirok etib, o'tgan davr mobaynida o'quvchilarning ilm-fan taraqiyotiga qo'shgan hissalari, innovatsion ishlanmalar tahsinga sazovor ekanligini aytib, kelgusida ham vatan tinchligi yo'lida bor kuch-g'ayratini safarbar etishlarini tilashdi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida